Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Videoni birinchi qismini ko'rgan bo'lsanglar, bu juma kuni olingan 19-dekabr, bugun dushanba 22-dekabr va guli-gulida hammasi birga bir ishlab berdi. Ya'ni RBT aksiyasi RBTX bo'ladi deganim, RBTX bo'ldi. Aksiya -60% ga oqdi. Mana guli-guliga, ya'ni tasavvur qilyapsizmi? Buni -60% da oqishligini men o'sha darsda aytdim. 65 emas, 69 emas, 60% ga oqdi mana. Ko'rib turganinglardek. Va aksiya o'sha kutilganda 19 sentga tushdi. Mana bu yerda esa juda ko'plab jamoalar dushanba otadi deb turib savdoga kirishgandi 49 sentligida va 49 sentligida kirib mana 60% minusga kirishdi. Nima xulosalarga kelsak bo'ladi? Kompaniyalarning oldindan bankrot e'lon qilinishi va aksiyalarning bozordan delist bo'lib chiqib ketishligi bu internet manbalarida mavjud. Faqatgina uni to'g'ri analiz qilish kerak. Shogirdlarimga doimo shu narsani darslarda o'rgatib kelganman. Ya'ni bizlarni ishlatadigan sun'iy intellekt bu ChatGPT emas, balkim boshqa sun'iy intellektdan foydalanamiz va aksiyaga to'g'ri prompt beramiz. Ya'ni to'g'ri savolni berish kerak. Har qanday aksiyani xarid qilishimizdan oldin biz sun'iy intellekt orqali fundamental tahlil qilib berishni so'raymiz. Uje bizlarning vaqtimiz yo'q fundamental tahlil qilishga. 2020-21-yilda to'g'ri 1 soat 2 soat vaqt olgan bo'lsa, hozirgi paytda 1 daqiqa vaqtimiz ketadi. Nima uchun? Chunki to'g'ri savolni bera bilib analizda olamiz. Savollarning 15 tasini beramiz. Misol uchun, oddiy sizga kompaniya nima faoliyat bilan shug'ullanadi? Kompaniya necha yildan beri bozorda faoliyat bilan shug'ullanadi? Kompaniyaning so'nggi 5 yilda qanday mahsulotlarni sotgan va hozirgi paytda kompaniyaning qancha naqd puli bor? Shunga o'xshash 15 ta bankrotlikka ham doirroq savollarni beramiz. Va RBTga ham xuddi shunday savolni beradi. iRobot kompaniyasiga. Mana shu yerda bolalarimiz gruppada olishni nima deysiz, ustoz? Men yaxshi turganiga desa, "Davay, men o'rgatgan darsimdagi sun'iy intellekt kirgan, analiz qildi. Sun'iy intellekt kirdi, analiz qildi va menga dushanba kuni bu kompaniya bankrot bo'lib bozordan chiqib ketar ekan" dedi. -60% ligini ko'rsatib berdik. Shuning uchun kanallarimda ham, ijtimoiy tarmoqda ham menga umuman bir tiyin qizig'i yo'q. Siz daromad qilasiz, qilmaysiz, foyda qilish qilmaysiz. Просто sizga foydali ma'lumot tariqasida yetkazmoqdaman. Ilm o'rganing, shunchaki grafikni o'zi bilan savdo qilmang hech qachon. Doimo o'sha arsenalingizga, arsenal deganni bilasizlar nimaligini, ya'ni o'zingizda mavjud bo'lgan barcha bilim va ko'nikmalaringizga mana shu fundamental tahlil qilishni ham qo'shib qo'yinglar. Ya'ni sun'iy intellekt orqali tahlil qilishni va ilm olishda davom eting. Chunki bu bozorda to'xtab qolsangiz, prosta bozorni yo'q ketasiz. 98% insonlar qatori. Ya'ni 100 ta odam kirsa bozorga, 98 tasi chiqib ketadi. O'sha oddiy insonlar sifatida qolib ketasiz. Ekstraordinarniy savdo qilishingiz uchun arsenalingizni kengaytirib, ilm o'rganing, ilmdan qochmang. Sog' bo'lasizlar.